hamma kerakli mahsulotdan bir donadan solasiz. Bir tog'ora salat bo'ladi, bitta to'yni o'tkazasiz. Men bu salatni asorti salat emas, baraka salati deyman. Sababini o'zingiz video oxirida ko'rasiz. Salat uchun kerakli barcha mahsulotlarni video ostida yozib qoldiraman. Hamma mahsulotlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Ko'katlarni esa yuvib, quritib, yiri-yiri qilib to'g'rab olamiz. Ha, aytgancha salatlarni go'shti har doim qotib qoladigan bo'lsa, mol go'shtini ichki sonidan foydalaning. Juda ham yumshoqqina chiqadi. To'g'ralgan hamma mahsulotlarni birin-ketin tuz bilan qovurib olamiz. Kabachki, baqlajon. Undan so'ng bolgarskiylar, piyoz va eng oxirida go'shtni qovurib olsak ham bo'ladi. Aytgancha, go'shtni qovurayotganda pastroq olovda soya bilan qovurib ko'ring, mazasi ham o'zgacha bo'ladi, ham mazali bo'ladi. Qovurilgan mahsulotlarning ustiga to'g'ralgan pomidor va bodrin, sabzi salat solamiz. Ungacha go'shtimiz ham tayyor bo'ladi. Go'shtni ham qo'shamiz. To'g'ralgan ko'katlarni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Taom o'rniga ham maza qilib yeydigan to'yimli va chiroylikkina salatimiz tayyor bo'ldi. Siz ham albatta bu salatni tayyorlab ko'ring. Yaqindagina yig'in o'tkazmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki mehmonga keling.